dugonalarimiz bilan piknik qilgani Onyx avtomashinasida chiqqandik. Ay, o'zim Sağan yok. Keter şal. Ne kışlaysın? hozir uni ko'rib, Hadi ya. xotinim esimga tushib ketdi. Lyukdan chiqib video qilgandik. Bu qonunga zid bo'lganini bilmaganmiz. Bilgan bo'lganimizda bu ish qilmasdik. Uzr so'raymiz. Bundan keyin bilib oldik. Boshqalarga ham bu ish qilmasligini tanishlarimizga yetkazamiz.